Qorinni tekis qilishga va ozishingiz jarayonini tezlashtirishga yordam beradigan 5 ta ichimlik. 5-inchisi hatto uxlaganingizda ham yog'laringizni yoqadi. Limonli iliq suv ertalab och qoringa ichilinadigan bo'lsa, toksinlarni haydashga yordam beradi va metabolizmni tezlashtiradi. Bu esa yog'laringiz yoqish jarayonini tezlashtirishga yordam beradi. Yashil yoki matchali choy ertalab va tushlik oralig'ida ichilish tavsiya etiladi. Antioksidantlarga va ozdiruvchi moddalarga boy. Organizmni toksinlardan, shlaklardan tozalaydi va sizga energiya baxsh etadi. Olma sirkali suv. Kechki ovqatdan oldin 1 stakan iliq suvga 1 osh qoshiq miqdorda qo'shib iching. Bu qondagi shakar miqdorini muvozanatlashtirishga, ishtahani bo'g'ishga yordam beradi va shu orqali yog'laringiz eriy boshlaydi. Limon va zanjabilli suv kunning ikkinchi yarmida ichish tavsiya etiladi. Yallig'lanishga qarshi kurashadi. Yog'laringizni qattiq qatlamalarni ham eritishga yordam beradi. Kurkumali, ya'ni zarchavalli choy uxlashdan oldin ichish tavsiya etiladi, chunki bu choy uyqungizni yaxshilaydi va uxlaganingizda ham yog'laringizni yoqishga yordam beradi. Undan tashqari metabolizmni tezlashtirib, hazm jarayonini ham yaxshilaydi. Blogimga obuna bo'lish esa sog'lom ozishingizni ta'minlaydi.